Mikro hikoya onaning bir ig'iz so'zi. Negir shopur oqtallik ona balani mashinasiga selib ketib boradi. Balasi opasidan "Shopur tog'amning terisi nima uchun bizning terimizga o'xshamaydi, opa?" deb so'radi. Opasi javoban: "Bu dunyoni rang-rang, har xil rang qilish uchun. Shuning uchun har xil ranglik odamlar, har xil ranglik gul chechaklar yaralgan bolam", dedi. Manzilga yetib qolganda qora tanlik shopur pul ilishga qat'iy unamadi. U kichik vaqtimda opamdan o'xshash savolni so'ragan edim. Opam: "Biz qora tanlik, boshqalardan to'van turmush, peshonimizga putilgan" deb javob bergan edi. Agar opam sizga o'xshash javob bergan bo'lsa, bugun men boshqacha natija qozongan bo'lardim, dedi. Boshqalarni to'van ko'may, yaxshi baho berib qo'yishmi bir xil illiqlik yetkazishdir. Dunyoning eng go'zal yeri inson qalbidir. Yuzini to'van ko'rish insonga yarashmaydi. Siz yuzingizni kamsitsangiz, boshqalar tarafidan bir umr kamsitilib yashaysiz xolos. Shuni umid qilamizki, bu qalbda muhabbat bo'lsin, huzur bo'lsin, barakat bo'lsin. Niyatlar go'zal bo'ladi ekan, natijalar uningdan go'zal bo'ladi. Qadrli do'stim, bizning bugun sizlar uchun tayyorlagan mazmunlarimiz shu yerda oxirlashdi. Bizning atigi mazmunlarimiz texim sarxil. Xayr xo'sh, omon bo'linglar.